Dilnoz Hakimova tug'dimi? Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar. Uz kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Hurmatli tomoshabin, bugun siz bilan shu mavzuni ochiqlaymiz. Hozirda mashhur, yaqinda juda uzoq yillik sevgidan keyin turmushga chiqqan qo'shiqchi Dilnoz Hakimova haqida ijtimoiy tarmoqlarda turli videolar tarqaldi. Videolarda aytilishicha, Dilnoz Hakimova xususiylashtirilgan tug'ruq muassasalarida o'z farzandini dunyoga keltirdi. Ammo bizdagi aniq ma'lumotlarga ko'ra, san'atkor hozircha faqatgina bunday klinikalarni reklama qilmoqda. Raddom tanlash jarayoni menda endi boshlandi. To'ylardan ortib, bolajonim bilan birinchi bor uchrashadigan joyimni tanlashga kirishganman. Va bizdagi ushbu lavhalarda ularning narxlari ham mavjud. Xonandaning fikricha, bu narxlarni har xil keraksiz oformleniya, bolaga qilinadigan marosimlarga pul sarflagandan ko'ra, sog'lom tug'ruq jarayoni uchun pul sarflash ma'qulroq. Hozircha tuqqanim yo'q, tug'sam albatta bu haqida xabar topasiz, deydi xonanda o'zining oxirgi so'zlarida. Marhamat, keyingi lavhalarda Dilnoz Hakimovaning surishtirgan tug'ruq jarayonini olib boradigan xususiy klinikalarning narxlari bilan tanishishingiz va Dilnoz Hakimovaning suratlarini tomosha qilishingiz mumkin. Bizda hozircha shu yangiliklar. O'z kanaliga obuna bo'ling, shou biznes yangiliklaridan quruq qolib ketmang. Like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.